Vau! Mana buni yaqinroq oling. Yumshoqligini vashshe zo'r ekan, mana buni qarang. Bu original o'zimizdan oddiy bodringdan. Qaranglar, bodringimiz kolgotkani ichida. Vau! Mana buni yaqinroq oling. Vau, mana buni ko'ryapsizlarmi? Bodring kesildi. Mana bu pichoq. Mana o'sha hozir kesgan bodringlarimiz. Ko'rib turganingizdek. Haycha ozgincha sarapina yo'q, qaranglar buni. Hozirgina sizlar bilan Alien brendiga tegishli super elastik cho'ziluvchan kolgotkalarni sinovdan test qilib o'tkazdik. O'zingizlar ko'rib turganingizdek, hattoki mana shu o'tkir pichoqni ham bu kolgotkaga kuchi yetmadi. Bu kolgotka faqatgina elastikligigi bilan emas, hattoki cho'ziluvchanligi bilan, undan tashqari mana shu qismi polностью figuramizni zo'r ko'rsatishga sabab bo'lishi bilan ham juda ham taniqli. Undan tashqari men hali O'zbekistonda bunaqa pichoqni ham kuchi yetmaydigan kolgotka umuman ko'rmaganman. Bu hali hammasi emas desam ishonasizmi? Bemalol ishonishingiz mumkin. Eng super joyi 45 kilodan 150 kilogacha, hattoki 200 kilogacha vaznli ayollarimiz bemalol bu kolgotkalardan kiyishi mumkin. To'mboqqina opa-singillarim, endi kolgotkalarni qidirib qiynalmaysizlar. Germanskiy texnologiyaga tegishli bo'lgan bu super cho'ziluvchan kolgotkalarimizda 3 xil rangi bor. Shaxsan men bu kolgotkani Uzum marketdan xarid qildim. Sizlar uchun bo'lsa Uzum marketda ssilkasini, undan tashqari o'zlarining shaxsiy profillarini ham atmetga qilib qoldiraman. Aniq bilamanki, profillarga kirganingizda mana shu sifatga qaraganda anchagina arzon narxlarni ko'rib hayratda qolasiz. Ha, aytgancha keyinchalik menga rahmat aytishni unutmang. Sizlarga faqatgina yaxshisini tavsiya qilaman.